Arif Qodirali Qo'shoqovich, 60-yil bo'lganman. Qo'shtepa tumanida yashayman. Bu uylarga kelganimda oyog'im endi og'rirdi. Sizlar kassada kelardim. Endi hozirgi kunga kelib, mana bir hafta bo'lgani yo'q. Endi bo'ldi ham. Og'riq mana bir 20% qoldi qolmadi. Yaxshi yuryapman bemalol. Zo'r bo'lmasa ham o'rtacha yuryapman. Shu hozir. Hammaga sog'lik tilaymiz. Kelinglar. Qo'llari yengil ekan, sog' bo'lsin. Hassada kelganingiz, o'sha harakatimiz уже bez hassa, уже svobodni yuryapmiz. Og'rig'imiz 80% ga bo'lsa ekan, 20% saqlanib qolgan. Ularda artrozning 3-darajasi, razrish meniska 3-daraja. Operatsiya holatda o'zi aslida, lekin konservativ terapiyamiz yaxshi yordam berganligi uchun prognozimiz yaxshi, 80% ga o'zgarish bo'ldi.